bo'lishga harakat qildi. Vaziyatlar ham shunga yarasha bo'ldi. Afsuski, bugungi stadionga kelgan muxlislarni gol bilan xursand qila olmadik. Shunga qaramasdan ikkita jamoa ham vaziyatlar yaratib g'alaba uchun o'ynadi. Bizda xavotir bor edi, chunki yaxshi jamoaga qarshi o'ynadik. 5 ta asosiy tarkibga o'ynab turgan yigitlarimiz yo'qligi bugungi o'yinga ta'sir qilishini bilardik. Bundan tashqari Navbahor jamoasi bilasizlar, o'sha rotatsiyaga ko'p qo'l uradi. Zaxirasi juda kuchli bo'lgani uchun ikkinchi bo'limda bizga bosim bo'lishini bilardik. O'sha uchun ikkinchi bo'limda oxirida ko'proq himoyalandik. Yosh yigitlar chiqishdi, o'sha uchun ulardan biz yana ham faolroq o'yinni kutardik. Afsuski bugun ularni o'sha maydonga chiqishi ozgina passiv bo'ldi. O'sha uchun o'ylaymanki, necha bugungi o'yinda durang menimcha to'g'ri bo'ldi. Ikkita jamoa kimdir g'alaba qozonishi yo agar yutqizishi ozgina alamli bo'lardi ikkita jamoaga. Har qanday vaziyatda, har qanday joyda jamoamizni qo'ldan kelgancha qo'llab-quvvatlab kelayotgan muxlislarimiz haqida fikringiz? Albatta biz oldingi safar aytdim, o'z maydonimizda o'ynashni juda ham sog'indik, juda ham xohlardik. O'ylaymanki, keyingi o'yinlardan o'z maydonimizda o'tkazamiz. Biz faqat safar o'yinlarda ishtirok etdik. O'sha uchun muxlislarimiz shunga qaramasdan uzoq yo'l bosib kelib qo'llab-quvvatlab turishdi. Ularga albatta juda ham katta minnatdorchilik bildiramiz. Biz har doim ularni xursand qilish uchun, ular uchun yaxshi natija ko'rsatish uchun harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Alaykum. O'zingiz ham aytib o'tdingiz, ikkinchi taymda jamoa biroz raqibga ustunlikni berdi deb. Ikkinchi taymni ham qanchalik ko'nglingiz qoniqdi? Agar jamoangiz birinchi taymdagi o'tkazganda g'alaba qozonib ketishi mumkinligi haqida qancha qo'shilasiz? Birinchi taymda ancha yaxshi momentlar bo'ldi. Yo'q, o'z holatimizdan kelib aytaman, endi zaxiramizdan. Chunki biza o'sha o'yinni kuchaytiradigan o'yinchilar yo'qligi uchun biz raqibga o'sha tashabbusni berib qo'ydik desak bo'ladi. Shunga qaramasdan qarshi hujumlarda ko'rdinglar, ba'zi bir vaziyatlar bo'ldi. O'shalardan agar naf chiqarsak, biz o'sha rejamiz bugun amalga oshardi balki. Ro'zqul aka, ko'pchilik aytgan shu aprel oyidan boshidan to bugungi kungacha shu o'zbek boksingda mana yakunlandi. Endi kubok o'yinlari bo'ladi. Shu haqida gapirib o'tsangiz, Nasaf boshida bitta Anjonni yutdi, keyin 4 ta Nichiya, orada ikkita mag'lubiyat. Qanday jamoa necha ochko bilan tugatish reja qilyotgandi va o'zi qanday o'tdi deydi. Biz 7-8 ta o'sha rejamiz bo'yicha ochko yo'qotdik deb o'ylayman. Biz raqiblarni kuchli jamoalar bilan o'ynadik, lekin biz o'sha Lokomotiv, Surxon jamoasini hurmat qilgan holda aytaman, ular bilan ozgina biz passiv harakat qildik. O'sha mag'lubiyatlar biz uchun albatta og'ir bo'ldi. Undan tashqari ba'zi bir o'yinlarimiz o'sha mana shu boksing deydi deylarmi? O'sha yetakchilar bilan to'g'ri kelib qoldi o'ynashimiz. Bu ancha bizni hozirgi tarkibimiz bilan ancha og'ir bo'lishini biz bilardik. Ro'zqul aka, hozirgi kunda endi ko'pgina klublarda muammo bo'lib turgan moliyaviy holat bo'yicha endi ko'p murabbiylar, boshqa klublar murabbiy aytib o'tyapti, lekin siz gapirmagandingiz. Yana xabarlar ham endi chiqqandiki, Nasafga go'yoki hokim 100 milliard smeta va'da qilgan. Umumiy holat haqida gapirib o'tsangiz, moliyaviy holat hozir yaxshimi? Bu haqida eshitmadim, 100 milliardlik haqida. To'g'risi, endi sizlarga ham informatsiya bor, menimcha qarzdorliklar bor. Buni bilamiz, lekin klubga, rahbariyatga biz ishonamiz, bu masala yechiladi. Bu masalani, o'sha muammoni deylik, biz maydonga olib chiqmoqchi emasmiz yoki pressa bilan buni muhokama qilmoqchi emasmiz. Biz rahbariyat bilan bu to'g'risida aloqadamiz. Albatta hammasi yaxshi tarafga o'zgaradi deb bilaman. Qanchalik qiyin bo'lyapti mana shunaqa vaziyatda? Ya'ni uyda o'ynamayapsizlar, har safar vyuzdda, masalan, endi tarkibda ham yosh o'yinchilar ham ko'p-ku, tajriba o'yin jamoani ruhlantirish. Holat o'zi qanchalik qiyin bosh murabbiy sifatida baribir ishontirishingiz kerak har bitta. Mana to'g'risini aytaman, Paxtakor bilan ancha yaxshi o'ynadi Nasaf. Bu o'yinni kutmagandim. Paxtakor yaqqol favorit. Bugun ham yomon o'yin bo'lmadi. Navbahordan tarkib bo'yicha ancha kuchliroq jamoadan ancha tortib oldi. Albatta buni aytib o'tdim. Hozir tarkib taqqoslab bo'lmaydi. Hozirgi Navbahor bilan bizni tarkibimizni ko'rdinglar, yosh yigitlar harakat qilyapti. Endi bu asosiy vazifalarimizdan biri, o'shalar tajribasini orttirsa, o'sha o'ziga bo'lgan ishonchini orttirsa, albatta o'sha vazifamizning biri yechilgan bo'ladi. Mavsum boshida bilasizlar, biz yaxshi boshlagan edik. G'alabalar bilan hech qanaqa mag'lubiyatsiz kelayotgandik. Lekin o'rtada o'sha Alibek Davronovning yo'qolishi, keyin qizil kartochkalar, bu o'sha ko'p o'yinchilarni o'yinlarni qo'yib yuborishi, jarohat olib, bu o'yinimizga, natijamizga ta'sir qildi. O'sha uchun o'tgan safar aytib o'tdim, bizni o'yinimiz ko'proq o'sha himoyadan moslashgan edi. Agar
to'liq tarkib bilan o'ynab turganimizda albatta bugungi holatimiz bundan yaxshiroq bo'lardi. Bunga ishonaman. Endi Ro'zqul aka oldinda kubok bahslari bor. Hozir o'yinimizda himoyadan quramiz deyapsiz. Yana terma jamoaga endi yig'iladigan terma jamoaga katta ehtimol Umar Eshmuratov ham chaqirilsa kerak. Himoyada yana bitta yo'qotish yana qiynalib qolmaysizlarmi? Ahvol yana og'irlashib ketdi. Mana bu tanaffus balki yaxshilikkadir, chunki yigitlarga hozir anchagina dam berdik. O'sha jarohatlarni tiklaymiz. O'sha diskvalifikatsiyadagi o'yinchilarimiz qaytadi. Menimcha kubok o'yinlariga yaxshi tayyorgarlik ko'ramiz. Rahmat.